Yaxshimisiz ko'pchilik? Kinoda ingliz tilini programmamizga xush kelibsiz. Bu qismda Kinoda ingliz tilining 5-qismlik darsi. Bu qismimizda biz The Social Network degan kinoni to'g'risida ingliz tilini o'rganamiz. Bu kino, ya'ni The Social Network degan ijtimoiy to'rbetlar, ya'ni Facebook, Twitter, Instagram degandek. Bu hozirgi Facebookning qurg'uvchisi Mark Zuckerbergning muvaffaqiyat qozonish yo'lida oxir ko'rinish qilingan kino. 2010-yil ishlangan, ko'rib baqsanglar bo'ldi. Unda olsa bu kinoda tunjulab o'rganmoqchi bo'lgan inglizcha phrase yoki so'z emas. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. You're obsessed with finals clubs. You finals. Yana bir ko'ringlar. I'm not speaking in code. Erica. You're obsessed with finals clubs. You're obsessed with finals clubs dedi. You're obsessed with finals clubs. Obsessed with. Obsessed with. G'a mabdum bo'lmoq, g'a berilgan yoki g'a berilmak yoki bilallam bo'lib qolmoq. Masalan, ba'zi odamlar bor, Hollywoodnikini olur shunda amroq. Masalan, men. Unda nima deymiz? He's obsessed with Hollywood movies. He is obsessed with Hollywood movies. U qanda Hollywood kinolarga berilmak yoki shuni yaxshi ko'rdi demoqchi. Ondan keyin ba'zida bir odam bir tim to'g'risida davrida bir qitim so'zlab basak deymiz. Bunda buning bilan ham qolding deymiz-da. Bunda bu tim bilan ham qolding. Shuni deymiz. Why are you obsessed with this topic? Yoki savol bo'lib qolsa, why are you obsessed with this question? Bunda mush savol bilan ham qolding. Nima berilsa bu savol. Bunda why are you obsessed with this topic? Obsessed with. Unda olsa, keyingi so'zimizga ekran qaranglar. I'm sorry, I mean it. I appreciate that, but Yana bir anglar. I apologize, okay? I have to go study. Erica? Yes. I'm sorry, I mean it. I'm sorry, I mean it dedi. I'm sorry, I mean it. I mean it. I mean it. Bu yerda mean'ning birinchi ma'nosi ma'no degan gap. Ikkinchi ma'nosi eski degan gap. Lekin bu yerda ishlatayotgan I mean it degani rost deyapman. Astoydillik bilan deyapman degandek ma'no chiqadi. Masalan, ma'lum bir gapni qilsanglar, boshqalar ishonmadi-da. Shu vaqtda deb bo'ladi deymiz. Masalan, I mean it. Men sana yordam qilaman. I'll help you. Desamda ishonmaydi qarashganda I mean it. Ondan keyin ba'zi vaqtda ba'zi gapni siz ko'ngildan chiqarib demagan. Mush I mean it degan ko'nglimdan chiqarib dedim demoqchi. Rost deyapman, ya'ni ko'nglimdan chiqarib dedim demoqchi. Masalan, I'm sorry desang qanda ishonmaydi. Men kechirim so'rasanglar, bu toz chin dildan so'rim desin deymiz. I mean it. Men chin dilimdan deyapman, rost deyapman. Shu ishni qildim, men rost chin dilimdan qilyapman demoqchi. Bir misollab bersam, sizlar yana ba'zi ahvollarda qanda chin ko'ngildan chiqarib qilmadinglar. Shu ishni qanda birsini tillayotdinglar, lekin amaliyat unda tilg'inglar yo'qdi. But I didn't mean it. Sen men tillading desin deymiz. I didn't mean it. Yoki sen manda gaplarni qilding menga deschi. I didn't mean it. Men unda men chin ko'nglimdan demagan demoqchi. Men yuragimdan chiqarib demagan, men u rost demagan demoqchi. Yana bir misol bersam, do you mean it? Birisi bir gapni desa, nima deymiz? Sen rost deyapsanmi shuni? Do you mean it? Sen rost deyapsanmi, chin ko'nglimdan deyapsanmi shu gapni demoqchi. Qandaq? I mean it. Unda esa biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan eng oxirgi so'zga ekran qaraylik. Courts are always at your disposal. Yana bir anglar. You have a problem with that, Mr. We Winklevoss? never asked for special The courts treatment. are always at your disposal. The courts are always at your disposal dedi. Yana bir anglar. If you Science have a fair? problem with that, Mr. We never Winklevoss? asked for special The courts treatment. are always at your disposal. The courts are always at your disposal dedi. The courts are always at your disposal. At one's disposal. Bu yerda once degan birovning mening sening uning degandek. At my disposal, at your disposal, at his disposal degan gap. Bu yerdagi disposal, at one's disposal degan gap
birsining yoki mening sening uning qanday olqinida, ning ixtiyorligida. Shu narsani qanday ishlatgim kelsa, shunda ishlataman demoqchi. Masalan, bizning qanday 50 mashinamiz olgan bo'lsa, biz mashinadan qisilmaymiz. Bu mashinani qanday? Mening qo'limda hozir. Mening qo'limda 50 mashina bor yoki yetarlik mashina bor deganim deymiz. Patent ma o'tgan zaman dedik. We had plenty of cars at our disposal. We had plenty of cars at our disposal. Bizda olqinimizda qanday? Yetarlik, plenty deya yetarlik, cars degan mashina at our disposal. Masalan, I have a lot of money at my disposal. Men xohlagan ishlatadigan nurg'un pul bor. I have a lot of money at my disposal. Ya'ni shu disposal degan birsi qanday ishlatgisi kelsa shunday ishlatadi. Xohlasa biz o'tadi, xohlasa qanday qilsa bo'ldi. Endi men advanced disposalning yana bir ishlatilishi, masalan, men sizning biz qo'l bog'lab turmaymiz degandek ma'no ishlatadi. Bu o'zini tuban ko'rib deganlik emas. Birsi yordam ehtiyoj bo'lsa, menga da, mening qo'lim ko'ksimda deymiz-ku. Mush advanced disposalning ikkinchi ma'nosi qo'lim ko'ksimda. Masalan, if you need help, if you need any help, I am at your disposal. Your disposal deymiz bu yerda. Sening ixtiyorligingda, men sening ixtiyorligingda degani qo'lim ko'ksimda demoqchi. Lekin hargiz o'zini tuban ko'rib degan gap emas. Bu qanda yordam qilib degan gap. Masalan, bir jumla tuzsam, if you need anything, agar sen bir narsa lozim bo'lsa, if you need anything, we are at your disposal. We are at your disposal. Bizning qo'limiz ko'ksimizda demoqchi. If you need anything, we are at your disposal. Unda esa bugungi narsani xulosalashsak, birinchisi obsessed with, ikkinchisi I mean it, uchinchisi at one's disposal. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asli tashakkur qildi, bo'ldi. Rahmat.